Qadim zamonlarda Hirot shahrida bilimli va tarbiyali oilada bir bola dunyoga keladi. Ota-onasi unga Alisher deb ism qo'yadi. Alisherning otasi davlat ishlarida xizmat qiluvchi, dono va ma'rifatli inson bo'lgan. Ularning uyida tez-tez bilimli va ijodkor kishilar yig'ilib, bilim, odob va she'riyat haqida suhbatlashar edilar. Kechkinagina Alisher juda qiziquvchan bo'lib, kattalarning suhbatlarini diqqat bilan tinglab, eshitgan hikoya va she'rlarni yodlab olardi. Bilmagan narsasini so'rashdan uyalmasdi. Alisher ko'p o'qidi, ko'p o'rganadi va kichik yoshdan she'rlar yoza boshladi. Ana shu go'zal bolalik muhiti va yaxshi tarbiya uni buyuk inson bo'lib yetishishga zamin yaratdi. Ilmni sevgan, kitob bilan do'st tutingan, kamtar, mehribon va tirishqoq Alisher ulg'ayib, xalq sevgan buyuk shoir Alisher Navoiyga aylandi.